Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Samarqand shahrida joylashgan bir obyektimiz topshirishga tayyor bo'ldi. Bu obyekt City Mall nomini olgan yangi gipermarket SHF Group tomonidan qurilgan. Birinchi etajda allaqachon korzinka yozish faoliyatini boshladi. Bu obyektimizda 2 yil davomida elektrik ishlarini o'z jamoamiz bilan qilib berdik. Uzilishlar bilan 2 yil davomida ish davom etdi bu yerda. Xudo xolasa avgust oyini boshlarida obyektimizda ochilish marosimi bo'ladi, topshiramiz. Bu obyekt milliy uslubda qilingan gipermarket juda ham chiroyli chiqqan. Ish qilgan ishlarimizni ham birma-bir ko'rsatib o'taman. Ishimizga baho berasizlar.